Jizzax Toshtepa tekstil kompaniyasi 2010-yilda tashkil topgan bo'lib, paxta xomashyosi kalava ipdan to zamonaviy dizayndagi yuqori sifatli ekologik toza, tayyor trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Korxonaning bosh ofisi Jizzax shahri erkin iqtisodiy hududda joylashgan bo'lib, Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida Zarista, Do'stlik tumanida Do'stlik baraka chevarlari, Paxtakor tumanida Paxtakor baraka chevarlari va Oltinko'l baraka chevarlari, Zomin tumanida Zomin yoshlik baraka chevarlari, Baxmal tumanida Baxmal baraka chevarlari nomli, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida Zarista Tex Bo'stonliq, Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida Toshrabot tekstil nomli tikuvchilikka ixtisoslashtirilgan fabrikalarga ega. Kompaniyamizda kalava ip va sun'iy tolalardan trikotaj matosini to'qish, to'qilgan trikotaj matoni aktiv bo'yoqlar ishlovi bilan bo'yash, bo'yalgan matoga pigment va reaktiv bo'yoqlar ishlatib, rotatsion shaklda gul bosish, reaktiv siyohlar ishlovi bilan raqamli gul bosish, tayyor matoni bichish, bichilgan yarim tayyor mahsulotga gul bosish, naqsh bilan ishlov berish, yarim tayyor mahsulotdan tayyor mahsulot tikish, dazmollash va qadoqlash jarayonlari yo'lga qo'yilgan. Kompaniyamiz mahsulotlari mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo o'lkalarga va Yevropaning boshqa qator davlatlariga eksport qilinmoqda. Kompaniyaning ishlab chiqarish quvvati 4000 nafar xodimlarni ish bilan ta'minlashga moslangan.